Şərqdiki bir oğaval demişqa, G'uljini naqshini aytgan sebepde Suyumli dostlar, ben Muhtar Buğra. Abdumrayillik Xalq üçün doktorxanası bilen alayda hamkorlashgan bir piyola choy söhbetimiz hazır başlandı. Bizninki şu İpek Yolu sadasınınki küçlük mahirlerinin birisi göz aldığımda turdu mana. Bu Ravi Töt. Ravi Töt dep bir dağlık maşini var. Bu kanda olap Yaponiyanın maşinesi okşap kaldı ki bunun ismi. Lekin maşinini bika qilib etadigan ovozi var yigitma bu. Avrupa uslubida naqsh ayta oladi, milliy uslubda texnik naqsh ayta oladi, ommabop uslubda texnik naqsh ayta oladi. Bu yigitninki shunda ko'p iqtidori bor. Maqatim İpek Yolu sadasida Bog'van degan bir naqshni aytding. Nurg'un naqsh aytding. Lekin Bog'van degan naqshi to'g'riliq bir ikki so'zlashayli sen bilan. Bog'van İlaqalik naqshisi go. Sen to'qsulliq. Sharqdagi bir o'g'aval demişqa, G'uljini naqshini aytgan sebepde. Buningda ustoz bir Aygülmanning menga bergan tarbiyasida bir naqshchi bo'lish sifatingiz bilan cho'qim bir xil uslubda naqshni yoki bir yerdagi naqshni aytish shart emas. Naqshchi bo'lish degan endi bir ufqum universal har qanday naqsh kelgan vaqtida yaxshi ijro qila oladigan, xalqning qo'liga tetigidek ijro qila oladigan bo'lishingiz kerak deb shunday tarbiya qilgan menga maktabdagi vaqtlarda hamdi. Bog'van degan naqsh yaxshi urullandi. Bu naqshning o'zi payze. Lekin ham ijroni baholaymiz-da. Shunlashqa seninki naqsh kasbini tashlab qo'ymasligini umid qilaman. Rahmat. Nemishqa desang, naqshga bo'lgan ishtiyoqing intayin ko'zingdan bilinib turibdi. Yaxshi ko'rsan, Albatta yaxshi ko'rmanda. Yaxshi ko'rsa, ammo bizninki İpek Yolu sadası, İpek Yolu'daki G'azalxon deydigan necha programmalarimiz bor. Sana shunda programmalarimiz, munbarlarimiz kengri uchoq. Sen har vaqt biz tarafda turib yoki bizning elimizni ching tursang, shunda programmalar san kengri quchoq ochadi. Xohlamsa? Albatta xohlayman-da ustoz. Rahmat sizga. Bizmi shu Abdumrayillik Xalq üçün doktorxonasiga rahmat aytish bilan birga Şinjan kar millet xalqining sog'lom, tetik, ro'y ustun bo'lishini tilaymiz.